Men nima deyman? Ayam nima desa shu bo'ladi. Bering. Osin. Gip shermutani ham yiqitasanmi? Voy tentak. Sariq mushak qarab tursan hali. Nima deysiz endi qo'shni bu bo'ladi endi. Siz deb so'rang. Sen saripshak nimaga olimga til berding? Hozir til ber. Davay. Ay desin bu ya. Aydi. Ayde. Ay. Yana bir marta olimga teginsang, ko'zingni o'yib olaman saripshak. Ranging yoqmaydi o'zi seni. Aya. To'sin polvon, meni bilasan-a? Olimga jutqizmasang, jo'ttaman bo'lar lekin. Bu xolam sizni taniyman. Davay. Aya tursun polvonni yutdim aya. Ura, Toshkentga o'qishga kirdi. Aya sariq popshak o'qishga kiribdi. Mani eshik qisqanmi? Buncha chiroyli joy ayajon. Shunday joyga olib kelaman-da, Toshkentda bitta jirtamaysiz. Oti ham teyimsi. Birinchi oktyabrgacha qabul ekan o'g'lim. Shu yerda o'qiysan-da katta olim bo'lasan-ay. Maza qilib o'qiyman. Bolajon, o'g'lingiz juda yaxshi, a'lochi, lekin Sherbutada qanaqadir g'ayritabiiy holat sezdim. Qanday? Xaritada Afrikani topib ber desam, men olganim yo'q deyapti. Ama olganim yo'q-da. Nima qilaman? Boshimga uramanmi Afrikani? Onajon, yoshlik qilganda bolam, hamma ona ham bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Men ham mana shu juzligimda sotayda ham sizga pulni beray. O'zi qancha turadi Afrikangiz?